Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Bugun sizlar bilan IC3 Digital Literacy imtihoni uchun imtihon uchun registratsiyadan o'tishni e, sodda usulda va tezroq vaqtda, kamroq vaqtda ro'yxatdan o'tish usulini ko'rib o'tamiz. Buning uchun biz bir nechta qadamlarni bosib o'tishimiz kerak. Oldindan tayyorlab olishimiz kerak bo'lgan qadamlar bor, shularni ko'rib o'tamiz. Xo'p, birinchi navbatda o'zimizning pochtamiz ulangan Google akkauntga Google Drive ochib olamiz. Google Drive va Google Drive'ga ustozlar o'sha o'zimizda pasportimizni yuklab qo'yishimiz kerak. Xo'p, men agar nimadir bo'lsa tozalab tashlasangiz bo'ladi. Sizda nimangizda, profilingizda. Masalan, bo'sh turibdi. Men bu yoqqa pasportimni PDF formatda yuklab qo'yishim kerak. PDF formatda men pasportimni yuklashim uchun hajmi nisbatan kichikroq qilishim kerak. Buning uchun nima qilaman men? Bot bor, JPEG to PDF degan nomini ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu joyda JPEG to PDF. Mana shu botga men o'zimda ID kartamni tashlayman. Ya'ni rasmingiz bor tomon tashlasangiz bo'ladi. Men endi mana bu video yozish uchun ushbu ID kartani ChatGPT orqali tayyorlab oldim. Ism, sharif, familiya va hokazo, tug'ilgan sana, yillar demak o'ylab topilgan yoki qo'yilgan bo'ladi. Mana 48 kilobaytli demak bizda fayl bo'ldi. Buni men saqlab olaman. Misol uchun desktopga, ya'ni 4ta1 deb nomlab oldim. O'zingiz xohlaganingizcha nom bilan nomlab olsangiz bo'ladi. Endi uni men bu joyda sazdatdan загрузить fayl qilib, xuddi shu desktopdan 4ta1 degan pasportni yuklab olaman. Va bu joyda mana начало загрузка, ya'ni yuklab olish boshlandi va mana 4ta1 degan PDF fayl bizda bor. Endi ikkinchi qiladigan ishimiz, biz o'zimizning ma'lumotlarimizni bloknotga tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana ism, familiya, telefon raqam va hozirgi kunda yangi chiqqan nimada username ham kiritish majburiy qilingan. Ya'ni Telegramda sizni o'sha qidiruv oynasidan qidirganda sizni ismingizni yozsa yoki mana shu usernamingizni yozsa, sizni ism, familiyangiz chiqib kelishi kerak. Ya'ni sizni profilingizga olib boradigan username bo'lishi kerak. O'shani demak men har birini yozib oldim, har birini kopirovat qilib chiqaman alohidalab. Kopirovat, copy va oxirgisini ham copy qilaman. Va endi menda nima bo'ldi? To'rtalasi ham alohida holatda buferda saqlanib bo'ldi. Buferni ochish uchun Win plus V tugmasini bosishim kerak. Mana bu tarzda. Win plus V ni bosdim, clipboard, ya'ni bufer oynasi ochildi. Demak mana ism, familiya, telefon raqam va username 4ta ma'lumot bizda demak bor. Endi nima qilamiz? Endi biz hop Telegram orqali yuborilgan silkani kutamiz va agar bizga silka keladigan bo'lsa, ustiga bossak mana shu ochilgan nimamizda, brauzerimizda demak mana shu tartibda ochiladi. Endi sizlar vaqtiga qarab turasizlar va qancha vaqtda to'ldirish mumkin ekan. Mana ukажите мой elektron pochta adresi bosdim, ism, familiyamni yozib boshlayman. V ni bosaman, Win V ni bosaman, ismimni kiritdim, familiyamni kiritdim, jinsimni tanladim. Tug'ilgan sanani o'zimnikini yozmayman. Misol uchun siz o'zingiznikini yozishingiz kerak bo'ladi. Men endi istalganini yozdim. Чтобы o'zim uchun to'ldirmayotganim uchun. Username ham yozdim. Tanlayman viloyatni, yo'nalishni tanlayman, qaysi tilda, ingliz tilida topshiraman. Misol uchun menda oldin sertifikat yo'q deyman, agar yo'q bo'lsa, birinchi marta yoki ilgari ham topshirganman deyman. Faylni yuklashni bosaman va Google Disk ochiladi. Mana bu Google Diskdan men mo'y diskni tanlab, boyagi 4ta1 degan PDFni yuklayman, roziman deb bosib отправить bosaman. Va sizlar отправить bosganimizdan keyin bizda quyidagicha oyna ochilishi mumkin. Tabriklayman, siz demak imtihon uchun ro'yxatdan o'tdingiz deyiladi va Telegramga mana bu joyda link qoldiriladi. Ushbu link ustiga bosib, sizlar Telegram kanaliga ulansangizgina siz ro'yxatdan rostdan ham o'tganingizni va o'sha kanalga ro'yxatdan o'tganingiz haqida xabar, imtihon sanangiz, vaqtlaringiz, to'lov qachon qilishingiz, qaysi vaqtgacha qilishingiz haqida demak bu joyda xabarnoma yuboriladi. Mana shu tartibda ustozlar tezlik uchun, ya'ni qisqa vaqtda shu tartibda to'ldirish mumkin bo'ladi. Biz qilishimiz kerak bo'lgan qadamlar, birinchisi o'zimizda pochtamiz ulangan diskka
pasportimizni PDF qilib yuklab qo'yishimiz kerak. Undan keyin bloknotga yoki Word dokument qilib dannilarimizni, ya'ni ismimizni alohida, familiyamizni alohida, telefon raqamimizni alohida va username, Telegram usernameni alohida yozib olishimiz kerak bo'ladi. Shu ma'lumotlar bilan ustozlar imtihondan mana shu tartibda 20-30 soniya atrofida vaqt ketadi. Bemalol ro'yxatdan o'tishga demak ulgursangiz bo'ladi. Ustozlar, yana bundan tashqari e'lonimiz mavjud. Demak 17 dekabr kuni IC3 Digital kanalimizda, IC pastki Digital kanalimizda mana bu demak ekranda ham yozilgan Telegram kanalimizda ochiq bepul webinar bo'lib o'tadi va webinarda qatnashgan o'qituvchilarga ustozlar 50% gacha, 20% dan 50% gacha chegirmalar e'lon qildik va chegirmani qo'lga kiritgan holda bizni demak onlayn kursimizda qatnashish imkoniyati mavjud sizlarda. Ustozlar, videoni ko'rganingizdan so'ng darhol IC3 Digital kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Uni opsiyada qoldiraman va bundan tashqari agar buni Telegramda ko'rayotgan bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'lib qolishingizni so'rab qolaman. Yangiliklar oldinda ustozlar, bizni kuzatishda davom eting. Hammaga rahmat aytib qolamiz.